Assalomu alaykum do'stlar. Bugun 11-fevral. Adreski jo'jalarimiz 40 ming so'mlik bizga og'irlik qilyapti. 20 ming, 25 minglik jo'jalarimiz bormi degan do'stlarimiz uchun mana 25 minglik adreski jo'jalarimiz ikkita vaksinasini olgan. Sog'lom, unaqa xonani asl ushlaganimiz yo'q. Kundan kunga pasaytirib boryapmiz. Mana shu spiral lampochkadan qo'yib qo'ysalar ham D quyosh vitamini D, unda quyoshli 100% quyosh vitamini bermasa-da, o'sha D beradi deyshadi. Bu ham viruslarga qarshi lampochka. Lampochkadan qo'yib qo'ysa spirali bor. Shunda sinadi. Sovqotgani mana keladi, sinadi, yana keyin mana ovqatlashib ketaveradi. Mana bu lampochkani tagida yo'q. Hammasini o'chirib qo'yganmiz. Burab qo'yib o'chirib qo'yamiz o'zidan. Do'stlar, kimga kerak bo'lsa bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. 25 ming so'm bir haftadan oshgan. Ikkita vaksinasini olgan. Xudo xolasa 4-5 kunda 3-chi vaksinasini oladi. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Manzil Samarqand viloyat Payariq tuman. Dastlabki xizmatlarimiz mavjud, pulli. Kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Hammaga rahmat, sog' salomat bo'linglar.